kelsak, Park Samoniga. To'g'ri, haqiqatdan ham o'sha bir 5 yildan beri почти qurilish ishlari ketyapti. Birinchi qurib bitkazilgan paytda tagiga unaqa membrana sifatida qilganda, ya'ni unaqa plyonka sifat plastik material qoplagan, unga tushgan odam, xudono fermer xo'jaligining membranasi deydi-ku, o'shanga o'xshab chiqa olmaydi. Balla keladi, to'g'ri, maktabdan chiqadi, xohlagan joydan o'zini otadi, qaytib chiqa olmaydi. Shunaqa holat ham bo'ldi. Bu narsa endi chiqdimi yo'qmi xabarim yo'q. Internet sahifalarida, lekin haqiqatan bu yerda tragediya bo'ldi. Ichiga kirib, cho'milib chiqa olmay, tragediya bo'lgan holat bo'ldi. O'shandan keyin bu narsa отмена bo'ldi. Podrachikka topshiriq qo'yildi. Shu membrana sifatida degan narsani olib tashlaysan, har qayerdan arqon tashlaysan, o'raysan degan narsani o'shandan keyin atrofiga rushetka paydo bo'ldi. Ограничить Vazirlar Mahkamasi 164-sonli qarori borda, qarorda to'g'ri belgilab qo'yilgan. Cho'milish joylari, misol uchun 100 metr masofagacha, ya'ni ko'rinadigan, cho'kib ketmaydigan, tekis bo'lgan bo'lishi kerak. Ana shu talablar. Samoniy parki nima uchun ochilmayapti? Hozirga hammasiga talab bo'yicha shu Vazirlar Mahkamasi 164-sonli qarori bo'yicha o'zini qutqaruvchi nimasi bo'lishi kerak? Xodimlari bo'lishi kerak, posti bo'lishi kerak, fonar bilan, hushtak bilan, jiketlar, spasательный jiketlar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Oladigan tadbirkor hozircha bu narsalarni qilayotgani yo'q. Xavfsizlik o'ylayotgani yo'q. Xavfsizlik o'ylab nima qilsa, hech kim ularga qarshilik qilmaydi. Biz ham qo'yishamiz. Shu Buxoroda bitta paydo bo'lsa, o'zimiz ham chiqib oilamiz bilan borib, cho'milakning joyimiz bo'lyapti. Mana shu.